Davlatimiz rahbari Toshkent viloyatining Ohangaron tumanida amalga oshirilayotgan yirik sanoat loyihalari bilan tanishish doirasida Infinity Copper Group kompaniyasining Metal Processing Technology mis quvurlari va fittinglar ishlab chiqaruvchi yangi korxonasida bo'ldi. Davlatimiz rahbariga yangi ishga tushiriladigan zavodning ishlab chiqarish quvvatlari, texnologik imkoniyatlari hamda mahsulot sifati borasida atroflicha ma'lumot berildi. Zamonaviy majmua mamlakatdagi sanoat kooperatsiyasini kengaytirish, shuningdek qurilish va muhandislik sohalarini sifatli hamda raqobatbardosh mahsulotlar bilan ta'minlash imkoniyatlariga ega. Korxona Yevropa va Xitoyning ilg'or texnologiyalari asosida jihozlangan bo'lib, energiya tejamkor va aniq ishlovchi uskunalar yordamida xalqaro standartlarga mos ravishda mis quvurlari, fittinglar hamda izolyatsiyalangan maxsus quvurlar ishlab chiqariladi. Mutasaddilarning ta'kidlashicha, loyiha 3 bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda yillik 35 ming tonna hajmda, biri undan 5 mm dan 50 diametrgacha bo'lgan mis quvurlari va fittinglar ishlab chiqarish yo'lga qo'yilib, 300 ta yangi ish o'rinlari yaratiladi. Ikkinchi bosqichda ishlab chiqarish quvvati 50 ming tonnaga yetkazilib, 500 ta ish o'rni tashkil etiladi. Uchinchi bosqichda esa quvvati 70 ming tonnagacha oshirilib, qo'shimcha 800 ta ish o'rni yaratilishi rejalashtirilgan. Bizning korxona mis turbalari va fittinglarni ishlab chiqarish bilan shug'ullanamiz. Hozirgi kun kelib, Ohangaron texnik industrial zonada bizga ajratilgan yerga 45 ming kvadrat metrga biz o'z birinchi bosqichdagi ishlab chiqarishimizni uskunalarimizni qo'ydik. Hozirda ishga tushish arafasida mahsulotlarimizni import o'rnini to'liq bosadi hamda biz mahsulotimizni 90% dan ortig'ini Yevropa, Amerika, MDH davlatlariga, Afrika davlatlariga eksport qilib kelmoqdamiz. Ilgari yurtimizga bu mis turba va fittinglari Yevropadan asosan kelgan hamda Xitoy davlatidan yetkazib kelingan. Hozirgi kunda to'liq ayta olishim mumkin. Deyarli 100% biz hozir O'zbekiston ichki bozorini mis turbalari va fittinglari bilan ta'minlab kelmoqdamiz. Umumiy loyiha quvvatimiz 56 million dollar. Hozir birinchi bosqichdagi 36 million dollar. Keyindan keyin 3-bosqichni ham tugatamiz. Shunda umumiy quvvati 70 ming tonna mis mahsulotini ishlab chiqara olamiz. Birinchi bosqichda 300 kishi ish bilan ta'minlanadi. Asosan yaqin atrofdagi aholi punktlaridan biz ishchilarni jalb qilamiz. 3-bosqich yakunida umumiy 800 kishi shu yerda o'z mehnat faoliyatini davom ettiradi. 2025-yil yakunlariga ko'ra mamlakatimizda jami 15 million AQSh dollari miqdorida mis quvurlari va fittinglar import qilingan. Bu holat mazkur turdagi mahsulotlarga ichki bozorda talab yuqori ekanini, ayni paytda ayrim yo'nalishlarda importga muayyan darajada bog'liqlik saqlanib qolayotganini ko'rsatadi. Mazkur korxona to'liq faoliyatini boshlagach, yiliga kamida 10 million dollarlik import o'rnini bosuvchi mahsulot ishlab chiqarish imkoniyati yaratilib, ichki bozordagi tannarxni 5% ga tushirish kutilyapti. Bundan tashqari, raqobatbardosh va sifatli mahsulotlar bilan ta'minlash, valyuta mablag'larini tejash hamda sanoat kooperatsiyasini kengaytirish uchun mustahkam zamin yaratiladi. Bu esa o'z navbatida mamlakatimiz sanoat tarmoqlarida chuqur qayta ishlashni rivojlantirish va yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar ulushini oshirishga xizmat qiladi. Ta'kidlash joizki, mazkur kompaniya mamlakatimizda mis quvurlari va fittinglar ishlab chiqarish bo'yicha yetakchi hisoblanadi hamda 4 ta korxonani o'z ichiga oladi. Kompaniyaning Ohangaron tumanidagi yangi ishga tushirilayotgan korxonasi import o'rnini bosuvchi mahsulotlar hajmini sezilarli darajada oshirib, mahalliylashtirish darajasini yanada ko'tarish hamda yangi ish o'rinlari yaratish imkoniyatini beradi. Guvohi bo'layotganingizdek, bu yerda qurilish ishlarining 90% yakunlanib, 14.9 million AQSh dollar miqdorida investitsiya kiritilgan. Ahamiyatli tomoni shundan iboratki, korxonada ishlab chiqarilayotgan mis quvurlari hamda fitting mahsulotlari mamlakatimizda yetakchi o'rinni egallab, aynan bu yerda ishlab chiqariladigan mahsulotlar Birlashgan Arab Amirliklari, Yevropa qit'asi va AQSh davlatlariga eksport qilinadi. Bu esa mamlakatimiz eksport geografiyasini kengaytirish va tashqi bozorlarda milliy mahsulotlar raqobatbardoshligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Loyihaning amalga oshirilishi import o'rnini bosuvchi mahsulotlar hajmini sezilarli darajada oshirish, mahalliylashtirish ko'rsatkichlari hamda yangi ish o'rinlarini yaratish imkoniyatini beradi. Loyihaning umumiy qiymati 36 million AQSh dollarini tashkil etuvchi mazkur investitsiya loyihasi 10 gektar maydonda joylashgan. Вы находитесь на уникальном предприятии. O'zbekistonda birinchi marta joriy etilgan yuqori texnologik uskunalar va ilg'or ishlab chiqarish jarayonlariga ega korxonada turibmiz. Bu yerda qo'llanilayotgan texnologik yechimlar hozircha mamlakatimizda boshqa hech qayerda mavjud emas. Korxonamiz texnologik joylashuvi to'liq yakunlangan ishlab chiqarish zanjirini qamrab olgan bo'lib, u chuqur qayta ishlashga ixtisoslashgan. Jumladan, korxona hududida respublika miqyosida o'xshashi mavjud bo'lmagan individual eritish agregati joylashgan. Ushbu agregat uskunasi 100
tonnagacha mahsulot ishlab chiqarish quvvatiga ega. Demak, texnologik imkoniyatlardan kelib chiqqan holda korxona yiliga taxminan 35 ming tonna tayyor mahsulot ishlab chiqarishi mumkin. Shuningdek, texnologik jarayonlarimiz sovuq prokat bosqichini ham o'z ichiga oladi. Bu esa bizga mahalliy hamda xorijiy mijozlar uchun turli xildagi mis quvurlar ishlab chiqarish imkonini beradi. Ayni paytda korxona mahsulotlari Germaniya, Italiya va Polsha davlatlariga yetkazib berilmoqda. Shu bilan birga Hindiston bozoriga ham yo'naltirganimiz va ushbu mamlakat talablariga mos BC sertifikatiga ham egamiz. Biz faqat mis quvur ishlab chiqarish bilan cheklanib qolmaymiz, balki yakuniy aksessuarlar ishlab chiqarishni ham maqsad qilganmiz. Xususan, konditsioner va sovutgich sanoati uchun kapilyar quvurlar, shuningdek turli xil ulanish fitinglarini ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Shu tariqa mahsulotlarimiz turli bozorlarda keng talabga ega bo'ladi. Jumladan, Amerika bozorida ISTIM 280 standarti talablariga muvofiq mahsulotlar ham ishlab chiqariladi. Bu yo'nalishda bizda tajriba mavjud bo'lib, mahsulotlar Amerika bozoriga yetkazib beriladi. Demak, korxona mahsulotlari Yevropa va Amerika bozorida barqaror talabga ega bo'lishi kutilmoqda. Korxonaning yillik eksport salohiyati 350 million AQSh dollargacha yetkazish kutilmoqda. Shuningdek, davlat budjetiga yiliga 200 milliard so'm tushum ta'minlanishi rejalashtirilgan. O'zbekistonning misi dunyoda eng sifatli mislar qatoriga kiradi. Shuning uchun bizning mahsulot yana ham sifatli bo'lib chiqadi. Bizi bu mis mahsulotlaridan xarid qilganimizdan keyin ommaviy metallurgiya kombinatidan biz xarid qilamiz hamda unga qayta ishlov berishimizda yuqori qiymatli mahsulotlarni ishlab chiqaramiz. Bu degani tonnasiga 8 dollardan 5 ming dollargacha bo'lgan yuqori qiymatli qo'shilgan mahsulot ishlab chiqaramiz. Bu fitinglarimiz hozirgi kunda bu fitinglarga talablar juda hamda bu fitinglarni yuqori qo'shilgan qiymati 5 ming dollargacha tashkil qiladi. Talab asosan Yevropadan. Sababi bu Yevropa standartlarida issiq suv, sovuq suv yetkazib berishda mis turba ishlatiladi. Shuning uchun talab ham shunga qarab yuqori bo'ladi ular. Bularning sifati demak xalqaro standartlarga to'liq javob bera oladi. Xalqaro sertifikatlarni biz o'zimiz olganmiz. Bizi mana shu dunyoda eng yetakchi mana Xitoy davlati mis turbalari bo'yicha ular bilan bemalol raqobatlasha olamiz. Hamda mahsulotimiz ham sifatli, ham qiymati nisbatan arzon. Prezidentimiz tashriflari mobaynida bizani ushbu yangi loyiha bilan tabrikladilar va qo'llab-quvvatlashlarini bildirdilar, ko'rsatmalarini berdilar. Biz albatta harakat qilamiz. Hozirgi kunda biz 35 davlatdan oshiq davlatga eksport qilayotgan bo'lsak, shuni biz xudo xolasa 50 ta davlatgacha yetkazamiz shu yili. Prezidentimiz ham shuni ta'kidladilar. Birinchi o'rinda sifat. Biz bundan juda xursand bo'ldik. Tavsiyalariga, ko'rsatmalariga amal qilgan holatda O'zbekiston nomini yana ham kengaytirishga qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Prezidentimiz mamlakatimizda mis quvurlari va fitinglar ishlab chiqarishni yanada rivojlantirish, yuqori qo'shimcha qiymatga ega sanoat mahsulotlari ulushini oshirish muhimligini ta'kidladi. Bunday zamonaviy raqobatbardosh korxonalar sonini ko'paytirish orqali ichki bozor ehtiyojini to'liq qondirish va eksport salohiyatini yanada kengaytirish zarurligi qayd etildi. Mutasaddi tashkilot rahbarlariga ishlab chiqarish quvvatlarini to'liq ishga tushirish, mahalliylashtirish darajasini oshirish hamda tashqi bozorlarga chiqishni faollashtirish bo'yicha aniq topshiriqlar berildi. Bunday yirik investitsiya loyihalarining amalga oshirilishi, eksport hajmini ko'paytirish, tashqi bozorlarda milliy mahsulotlar raqobatbardoshligini mustahkamlash, davlat budjeti tushumlarini oshirish hamda yurtimiz iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ta'minlashga mustahkam zamin yaratadi.